Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimiz Andijon viloyati Jalaquduq tumanidamiz. Xonadon uchun 100 litrlik vodonagrevatel deymiz. Quyosh suv isitgichlarimizni o'rnatib beryapmiz. Eng sifatli narsalar mana ko'ringlar. Metallari ham atsinkovka. Yomkisimiz ham atsinkovka, ichlari ham chidamli, garantiyli narsa. O'zini tentlari bilan yozin qishni xudo xolasa muammosiz ishlaydi. Ko'rsalaring mana ko'lbalari chiroyli holatda yetib keldi. Ishlarimizni kuzatib turinglar. Barchasini bosqichma-bosqich ko'rsatib o'taman. Oxirida narxlari bilan ham tanishtirib o'taman sizlarni. Qancha bilan bitganligi haqida. Kuzatishda davom etasizlar. Quyosh kollektorimizni bachoklari mana ramalarini o'rnatdik. Datchilari qo'yilyapti. Hop, endi ko'lbalarni qatirib chiqsak, xudo xolasa birma-bir ko'rsatib boraman hammasini. Quyosh kollektorimizni o'rnatib oldik. Mana bunaqa sifatli quyosh kollektorlar mana ko'ringlar. Materiallari ham o'ta sifatli, atsinkovkali. Zanglashga umuman moyilligi yo'q narsalar bular. O'zining tentlari bor. Hop, 24 soat issiq suvda ushlab turadi, xudo xolasa. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turgan ushbu ishlaringni barcha xarajatlari bilan birgalikda mijozimizga 7 million so'mga o'rnatib berdik. Shunaqa xizmatlar bo'yicha o'zimizga murojaat qilinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana kecha Ilhomjonlar suv isitgich quvdi. Mana bugun yaxshilab xudo xolasa mana panellarimiz 51 gradus issiq ekan hozir mana. Chiroyli qilib o'rnatishdi mana xudo xolasa. Hamma yo'q zo'r. Rahmat Ilhomjon.